3,5 million so'mdan hammasini bir joyga olsa yana bir nima o'tib beradi. Bor baraka. Qarish bo'lsa masalan beram baquvvat bo'lib ketdi. Mashalloh, akalar, shularga bittadan like-da kuzatishdan oldin bittadan like qamab qo'ysangiz, like-ga chimmisizlar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va tasodifiy kuzatuvchilar bizda. Akalar, bugun sizlarga bir chiroyli qo'ylarni obzor qilib beramiz. Xudo xolasa kuzatishda davom eting. Obuna bo'lib, oldindan bittadan like deb bosib qo'ying. Xudo xolasa like-ga ezadigan qo'ylar bo'ladi mana. Bugun hafta kuniga seshanba 24-mart 2026-yil. Mana bugun qahramon o'rtog'imizni qo'rg'oniga tushganmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sabrobek, sizni charchamasdan. Obunachilar, xudo xolasa bitta like bosib qo'yinglar. Bugun o'zimni boqayotgan qo'ylarimni mana shu Abror arzonchi kanali uchun maxsus qilib beryapmiz. Akalar, xudo xolasa like bosib qo'llab tursalaring, inshaalloh manfaatli bo'ladi. Bu 5 dona qo'yimlar chiqib ko'rsatyapmiz. Xudo xolasa bularni o'zim boqqanman. Akalar, nima berib boqqanlaringizcha so'raymiz bemalol. Faqat mana kanalda chiqadi. Like bosib qo'llab turing, narxini ham o'ta bomba qilib beraman. Bu dehqonchilik inshaalloh. Qahramonjon, bular endi bir qator ma'lumotlarni berib o'tamiz obunachilarga. Abrorlar hammasi qo'shqor. Bir yerda boqilgan. Endi bir xil tashlangan, lekin haliga o'sadigani bor, o'smaydigani. Lekin hammasi juda chiroyli. Mana ko'kka kechroq, kechki barra qo'ziydi, bosh qo'ziydi. Monolari, bular hali ham qo'zgan. Mana shu ko'kka kechkiroq qo'shilgan. Monolari ham kattarog'i edi, 6-7 oyligida, u 3 oyligida. Hammasini bitta tashlaganmiz. Endi mana kattaroqlari kattaroq o'zgardi, narigilar kichikroq bo'ldi. Lekin hammasi yosh. Ikkitasini ikkisi bo'lgan. Bularni bo'yvaslari 90 plus minusga bo'ladi. 90 plus minusga akalar mana. Videoda qanaqa ko'rinyapti bilmadim. Lekin imkon qadar telefon nomerini qoldiramiz, o'shanda Telegram, WhatsApplar bor. Lokatsiyalar tashlab beriladi, kelib ko'rib olinaveradi. Qahramonjon, bular necha oydan bir boqyapsizlar endi buni? Abrorda xudo xolasa 6 oydan o'tdi. 6 oydan o'tdi boqayotganimizga. O'sha paytda 6 oylik, 7 oylik qo'ylarimiz endi tishga olyapti, chunki oldini tashlaganimiz 6 oy bo'ldi. Qolgani ketdi, masalan 3-4 oy bo'lgan bo'lishi mumkin. Ko'plar kecha olsaydinga. O'zlar kichkina olib turibdi mana obunachilar mana. Endi jumpini olib, like haliga sal endi sotib netib hali qilaveramiz, muammo yo'q unisini. Xudo xolasa bundan buyog'iga masalan ish quvozda urug'liqqa qilaman deydimi yoki boqib to'y boqilib yo oxirigacha boqaman nima qilsa o'zlari bilishadi. Inshaalloh ulardan zot olishsa ancha yaxshi bo'ladi. Hammasi qo'shqor, ikkitasini aytib o'tganda ichibuzga kelib qoldi. Obunachilar ichibuzga kelib qoldi. Abrobek, bitta ushlab ko'rsatamiz, ha? Shang shang. Hammasini ma'lumotlarini to'liq berilaveradi. Bular bitta narsa Abrobek, hammasiga quruq yem berib boqqanman bularni. Xudo xolasa qanaqa yem, qanday boqasiz, necha mahal yem berasiz deb so'raganlarga ham xudo xolasa videoni bir kun video tayyorlaymiz, bir kun vaqtingizni ajratasiz, xudo xolasa. Qo'y boqish sirlari qilamiz. Inshaalloh men ichida qo'ylarim bor. Buni chiqarib o'rniga yangilarni tashlaymiz. Ularni ham hammasini o'sish jarayonlarini oyma-oy qilib ham boraveramiz. Xolasa. Abrobek, mana qarang, xudo xolasa juda chiroyli. Hop, qo'lab qarish bo'lsa masalan, beram baquvvat bo'lib ketdi. Nima qo'ygan? Tirsilib yotibdi. Mana. Shuni bitta Ikki. Jonivor. Charsligini. Ikki shuga endi yordi mana. Endi yordi qo'y hali. Xudo xolasa juda chiroyli. Baquvvat qo'yadi. Akalar, bitta kommentariyaga shu qahramon do'stimizga ham bitta otangga rahmat deb kommentariy yozib keting. Hech bo'lmasa like bosib kommentariy yozib keting. Mashalloh, mana qo'ylar qaranglar. Xudo xolasa like kommentariyaga arziydigan qo'ylar. Havas qilganlar bo'lsa akalar, xudo xolasa hammani uyida shu 500 talar bo'lsin shunaqa qo'ylardan. Ilohim, hammamizga nasib qilsin. Xo'p, Abrobek, hop. Videoni to'p cho'zmaymiz. Bundan keyin bozor qo'ylari ham bor. Xudo xolasa buni bo'ladigan narxini aytib qo'yamiz. Ularga tortishib netilmaydi. Bular dehqonchilik 8-9 million yo'q. 7 million so'm emas. Hammasini bir joyga olsa 6,5 million so'mdan ketdi mana. Tanlab olishadigan bo'lsa 7 milliondan o'zim chiqarib beradigan bo'lsa mana bu ko'kni 6 milliondan beraman. Yo'q, baragasini bersin. Akalar tavsiya qiladigan qo'ylar mana. Kelib ko'ring. Telefonda bitirganda kelib ko'rishsa ish yaxshi bitadi. Ya xudo xolos erib ketsangiz undan ham pastroq narxlarga o'tib. Abrobek bularga mana qaytaring. Bunday narsa. Mana shu qo'ylarimni iminni onlayn sotmayman. Uyga kelib ko'rib, mana bu yerga chiqarib beraman, ushlab bermayman qo'yib, bo'y-mo'yini o'lchab beraman, qo'limda siqib, olishsa keyin sotaman. Narigidan onlayn sotaveraman. Lekin buni ish qivoziga egasini men o'zim boqqan bo'lsam, oladigan odamni ham o'zini ko'rib, qo'lini siqib turib, aka mana bu aytgan narxim, YouTube'da aytganman, shu
meni ko'rib kuzatib keldingiz ana shu Abror Arzonchi kanalidan deb turib, yana 200 ming o'tib beraman. Bol beraka, barakasini bersin. Aka, yana bu o'rtog'imizni qo'lini siqib kelib, yaxshilab so'rasam, xudo xolasa xayrisini o'tib beradigan bo'ldi, xudo xolasa. Inshaalloh. Hurmatli onachi, keyingi qo'ylarimizga navbatni beramiz. Bitta like, obuna bo'lishni unutmanglar. Yana biz 3-partiyamizga navbatni berdik. Mana 3-partiyamizga Qo'chqor sog'liq aralash variantidan ekan-a? Navval variantdan deydi. Navval variantidan. Xudo xolasa bularni 11 ta soni. Ular o'ta zo'r. Sarg'idan deysizda, kashtanidan deysizda, qorasidan, olasidan deysizda, hammasi bodom gullari ham bor ekan-a? Xudo xolasa Bodom gulni qarab qo'ying, inshaalloh, oyoq qo'lini. Tavsiya qilamiz akalar mana shuni. Sog'lig'i ham Qahramonjon? Sog'liq. 5 ta sog'lig'i bor, 6 ta qo'chqori bor, soni 11 ta. Xudo xolasa yeb sog'liq salomatliklari bor. Kalla o'chadi, birta bunda osilgan sotilgan yo'q, oqpasdan yo'q. Qo'chqor. Qo'chqorib qoldi o'zana. Nechta qo'chqor, nechta sog'liq Qahramonjon? 6 ta qo'chqor, 6 ta qo'chqor. Ular yosh oilaga qancha? 6-7 oyligacha rasul. Xudo xolisa yeb ishiga bir hafta garantiyasi bor. Dastlabkasini vodiy bo'lib toshkentga chiqib beraman. Narxini ham biroq aytib o'tir, keyin kamerasini qarab aloqalaryapsiz. Xudo xolisa narxini ham bitta qulay qilib beraman. 3 million 600 ming so'mdan hammasini bir joyga olsa ketaveradi. Bor bo'ladi. Qahramonjon ikkisini so'ramang, shunisidan so'raymiz. O'tib berasiz yana. 3 million 600 ming so'm o'zi zo'r narx. Yo'q, o'tib bering. 4 milliondan olganim ham bor buning ichida. Lekin 3 millionni pastida olgan qo'yim. Yo'q, 3 million tepasida olganman hammasini. Ketdi mana siz obunachasiz 3,5 million. Bor barakasi. Abror Arzonchi kanalidan chiqdim desa yana o'tib berasiz Qahramonjon. Endi bo'ladi. Xayriga bir bonus bo'lsa, bonus bo'lsin. Xayriga bir narsa bor. Hammasi bir joyga olsa bor. Mana obunachilar, men tavsiya qilaman. Hamma mana sog'lig'ini ham qarang. Mana shu qo'y necha oylik? Qahramon ana shu bodom guli. U bodom gul 5 oylik ham bo'lmagan hali. Qarang, mana qo'ylar bilan pashti bo'yli teng-a? Ularning bo'ylarini plus minusga necha beramiz? 75 plus minusga beraman. 75 plus minusga. Ha. Buning ichida birortasi 70 dan past chiqmaydi bu holatda. Xolos mana. Juda chiroyli vajlar. Imkon qadar dalaga boqadigan odamlar olsa. Ha, toqqa beradigan, toqqa beradiganlar ham sog'lig'ini berib qo'ysak va kelganda ya bo'g'ozyapti, bolam bilan keladi-da ular. Inshaalloh. Buni 5 ta sog'lig'i bo'ladigan bo'lsa, inshaalloh 10 ta bilan vega chiqib qolsa, 10 ta 15 ta ketadi bu holat. Mana qo'chqor deb qarang mana. Ana shu qo'chqor ekan, dumba. Dumba qo'chqor. Dumba bu qo'chqorcha va qo'chqorcha ham o'zi. Bular masallar bor. Bularning hammasini qurbonlikka bo'laveradi. Chunki eng kichkinasi ham berovda bo'ladigan bo'lsa, 2 oydan keyin 7 oylik bo'ladi. 6 oydan keyin qo'ysa bo'laveradi qurbon. 6 oylikka bo'laveradi. Bo'laveradi. Bular hammasi inshaalloh qurbonlikka yaraydi. Quloq boshlari but-but. Biratasiniki yiqilgan yo'q. Hoji onalar bitta pensiyani puliga beradi. Inshaalloh. Ha, ikki olgan pensiya bittadan oqib qo'ysang, po'choq bilan katta bo'ladi ekanlar-da. Xudo xohlasa, necha ozgina yemini berib tursa, qurbonlikka xudo xohlasa. Buni foydasini ham hisoblab berishim mumkin. Qarang, Abrorlik, bu 11 tasini bir joyga olishadi, boqishadi. Qarang, 2 oyda hammasi yesa 2 millionlar yemaydi. Rasa yesa. Bu 2 millionlar yem yeberilmaydi o'zi aslida. 2 million so'm rasxod qilishadi. Hammasini bir joyga olsa 3,5 milliondan 10 tasi 35 million. 35 million bo'lsa bittasi 3,5 million bo'lsa 10 bittasi 38 million 500 ming pul bo'ladi. Boring ana 1,5 million so'm puliga yemini yesa 40 million 39 million so'm pul bo'lyaptimi? Buni hammasini inshaalloh eng kichkinasini ham 4,5 milliondan sotishadi. 4,5 4,5 1 million so'mdan foyda qilganda ham 11 million foyda qiladi bu qo'ylar. 11 million. Lekin ishoning, buni ichida hozir ham o'zi to'rdisida qo'ylar bor. Sababini qilishadi, sababini qilishadi. Bo'ldi. Endi qarang, bu bank haligi biznes emas. Nevaralariga yoki balagilarga, bolalariga bitta aylantirib ketishsa ham bo'laveradi. Olib kelib qo'ygan endi borib bir mahal tashab qo'ysa, ishga ketishdan oldin ishga kelganda berib qo'ysa ham bo'ladi. O'zgarib qoladi. Bu xudo xolasa bank pullari o'stiradigan yer. To'g'ri. Lekin pul turganda bu qarash va yemi, hashagi, qarash qo'y ishdan kelib qo'ylarda o'zingiz yemini bersan, biz endi bizga shu charchov chiqardi, to'g'rimi Qahramonjon? Biz mashinasida katta bo'lganmiz, endi ishdan charchab ketsak ham, masalan, baribir qo'y tomonga o'tamiz. Shunday. Bozorlarga borib yoki tog'larga borib qo'ylarni olib kelib, qo'yni orqasidan kelib, qo'yni ko'rib ko'ngilini ketsa ham yana borib kelib, qo'yisiga borib ishqivozi baribir. Mana ishqivozi Ahmadga tavsiya qilamiz akalar.
Xudo Xudo xohlasa. xolasa arziydigan qo'ylar 3 million barra qo'zilar ham 3 million bo'lyapti-da. Ha, 3 million. Barra qo'zilar. Ancha katta bu. Ancha katta. Bularni 6 oy boqsan shunday bo'ladi barra qo'zilar. Bularni ana tayyor o'zi yem yeyishga kelib qolgan. Mana qochmab qolgan o'zi. Qochirsa o'zi Ha. Xudo xohlasa, bo'g'ozib qolsa, masalan, bu yer qo'chqor qo'shsaveradi bularga. qo'shsa bo'laveradi o'zi. Xotirjam bo'ladi. Qo'chqorlarni borda qilib qo'yversa, qo'chqorlar manosiga bitta katta qo'chqor qo'shib qo'ysa mana. Sog'liqlarga, hayot sog'liqlari ham kuchli sog'liqlar. Kuchli sog'liqlar. Xudo xohlasa hammasini bir joyga olib kelib, 2 oyda qurbonlikgacha bular hammasini $1000 foyda qiladi. Xolasa. Inshaalloh eng Xudo kamida xohlasa. $1000 foyda. Bu $2000 foyda qilsanglar. Eng kamida. Eng kamida. Chunki Abrarbek bilsangiz bizda haligi qurbonlik haftasida sun'iy ravishda qo'ydi narxi qimmatlab ketadi. Ha. Ayniqsa semiz qo'ydi narxi juda qimmatlab ketadi. O'sha orqali ham ancha foyda qilishadi. Mana ketdi mana 3,5 million so'mdan hammasini bir joyga olsa yana bir navbat beradi. Bor baraka. Mana obunachilar mana Qahramonjon mana har doim boshqa kanallarda ham chiqadi. Bizning kanalimizda ham har doim arzoncha. Arzonmi? Xudo xolasa qimmatsa qimmat yozib qo'ying, arzonsa arzon. Kommentariyaga yechamiz otangga rahmat degan so'zni qoldirib ketinglar. Akalar bitta like, bitta obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna bo'lishni unutmanglar. Obuna sizda pul non talab qilmaydi sizlar. Obuna bo'lib qo'yasizlar, xudo xolasa shunaqa videolarni sizlarga har doim chiqarishda davom etamiz. Har doim birinchi o'rinda sizlarga yetib boradi. Obuna bo'lib qo'yinglar. Kuzatinglar, xudo xolasa mana.